Qonuniy nikohdan o'tmasdan turib birga yashaganligi uchun qonunchiligimizda javobgarlik belgilanmagan. Qonun hech kimga nikohdan o'tib birga yashash majburiyatini yuklamaydi. Erkak va ayol qonuniy nikohdan o'tmasdan turib birga yashayaptimi, bu jinsiy erkinlik hisoblanadi. Nikohdan o'tish bu ularning o'zini erki, irodasi va xohishi hisoblanadi. Bir kishi savol yubordi, erim bitta ayol bilan nikohdan ham o'tmagan, qonuniy, diniy ham nikoh yo'q, lekin birga yashab yuribdi. O'sha ayol bilan erimni javobgarlikka tortsak bo'ladimi deb. Bu holat qonun tilida qo'pol qilib aytaman, o'ynash qilganlik hisoblanadi. Qonunda bu uchun javobgarlik belgilanmagan. Ularning munosabati qonun bilan tartibga solinmagan. Ular o'zlarining xohish irodasiga ko'ra birga yashab, o'zlarini nima deydi, o'sha shahvatini qondirib yuribdi. Bu uchun qonunchilikda javobgarlik mavjud emas. Ko'p xotinlilik masalasida to'xtaladigan bo'lsak, qachonki erkak umumiy ro'zg'or asosida 2 va undan ortiq ayol bilan oila qurib yashaydigan bo'lsa, mana shu holatda erkak ko'p xotinlilikda ayblanib javobgarlikka tortilishi mumkin va bu holatda ularga qonuniy nikoh guvohnomasini ko'rmasdan turib nikoh o'qigan domlaga nisbatan ham javobgarlik belgilanadi. Endi men sizlarga buni qonuniy tomonini tushuntirdim. Diniy tomonni birorta diniy ulamolardan yoki imom domlalardan so'rab ko'rasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.